Assalomu alaykum o'quvchilar. Darsimizni yana boshladik. Passive voice, majhul nisbat. Bugungi sizlar bilan asosiy gaplashadigan mavzuimiz mana shu haqida bo'ladi. Bu biroz e'tiboringizni qarating, biroz murakkabroq mavzu, lekin ballni C1+ gacha balo beradigan krutoy mavzu. Agarda speaking va writing ni ishlatadigan bo'lsangiz, sizga ajoyib ball olib bera oladi. Aniq. Demak boshladik. Majhul nisbatlar, ya'ni egasi noma'lum gaplar hisoblanadi. Ona tilimizda ham majhul nisbatlar bor. Misol uchun, aniq nisbat bor, majhul nisbat bor. Aniq nisbat: men uy qurdim. Aniq nisbatim ega aniq, men uy qurdim. Uni majhul nisbati bo'lsa, uy qurildi. Yoki aytishingiz mumkin, egasi noma'lum gap bo'ladi majhul nisbat va gapning egasi ish harakatini bajara olmaydi. Asosan il degan tarjimani beradi. Il degan tarjimani beradi. Misol uchun qarang. Men aniq nisbatga qaraymiz. Men mashinani yuvdim. Kim yuvdi? Men. Nisbat aniq, bajaruvchi aniq. Men o'sha ish harakatni qila olaman. Lekin majhul nisbati bo'lsa, mashina yuvildi. Gapni egasi ish harakatni bajara olmaydi. Gapda ish harakatni bajara olmaydi. Yoki biz uyni qurdik. Uyni qurganimiz, mana bu gapda egasi aniq nisbat. Uyni biz qurdik, lekin uy qurdi bo'lmaydi-ku. Uy qurildi bo'ladi. Uy kimdir tomonidan qurilgan. Bu majhul nisbat. Egasi noma'lum. Yoki ular devorni bo'yadi. Majhul nisbati devor bo'yaldi. Yoki u derazani sindirdi. Deraza sindirildi. Yoki men Alisherni urdim. Alisher urildi. Men kechki ovqatga misol uchun taklif qilindim. Meni kimdir kechki ovqatga taklif qilgan. Yoki men misol uchun men xat yozdim. Xat yozildi. Men kitobni o'qidim. Kitob o'qildi. Xo'p, men musiqa tingladim. Musiqa tinglandi. Aniq nisbat, majhul nisbat bo'ladi. Yoki yana xo'p, aytishingiz mumkin, bolalar bugun doskaga yozishdi. Yo bugun bolalar misol uchun nima deymiz? Doskaga rasmni chizishdi. Demak, rasm chizildi. Devorni ular bo'yadi, devor bo'yaldi. Biz misol uchun shifr yopdik, shifrni yopdik, shifr yopildi. Biz lampochkani yoqdik, biz chiroqni yoqdik, chiroq yoqildi. Aniq nisbat, majhul nisbat ozgina bo'lsa ham tushunib oldingiz. Ana shuni. Aniq nisbatda bajaruvchi aniq bo'ladi va o'sha kishi mana bu gapning egasi mana bu ish harakatlarini bajara oladi. U derazani sindirdi. Sindirgan, deraza sindirgan. Lekin deraza sindirildi. Deraza sindirdi demaymiz. Deraza o'zini o'zi sindira olmaydi mana bu. Kimdir tomonidan sindiriladi. Aniq nisbat egasi aniq, majhul nisbat egasi noaniq. Mana shu. Bu grammatikani endi ba'zi yasalish qoidalar haqida gaplashamiz. Bu narsani bitta videoni to'xtatib, rasmga olib, chiroyli qilib yozib olasizlar. Demak, boshladik. Buni ko'taramiz. Bu tomon aniq nisbat ketdi, bu tomon majhul nisbat ketdi. Demak, hammamiz biladigan present simple dan boshlaymiz. Present simple darak shakli aniq nisbatda egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri fe'l bir kelish orqali esa. Misol uchun, I clean the room. Men xonani tozalayman degan. I clean the room, men xonani tozalayman. Endi majhul nisbatiga o'tamiz. Buni chiziqcha bunday qilamiz. Majhul nisbati buni present simple ega keladi. Am, is, are keladi. Fe'l 3 bo'ladi. Noto'g'ri fe'l jadval bo'lmasa, ed ishlatiladi. Mana shu grammatika present simple ning passive voice. Misol uchun men uyni tozalayman. Uy tozalanadi. Majhul nisbat. Endi mana bu gap ega, mana bu fe'l, ega va fe'ldan keyin kelgan har qanday so'z ingliz tilida to'ldiruvchi hisoblanadi. Demak, gapning to'ldiruvchisi majhul nisbatga o'tganda gapning egasi bo'lib o'tadi. Demak, bu yerda to'ldiruvchi qaysi? Xona. The xona, o'sha the room. Xonaga nisbatan is ishlataman. Demak, tozalamoq fe'l uchi cleaned bo'ladi. Noto'g'ri fe'llar jadvalda id yo'qaman. The room is cleaned. Tarjimasi xona tozalanadi. Men xonani tozalayman. Aniq. Xona tozalanadi, noaniq, majhul nisbat. Ega keldi, is keldi, fe'l uch kelyapti. Yana yoki yozamiz. We break the window. Biz derazani sindiramiz. Majhul nisbati mana bu gapni to'ldiruvchisi egaga o'tadi. The window ga is qo'yamiz. Break the fe'l uchi broken bo'ladi. The window is broken. Tarjimasi deraza sindiriladi degan. Biz derazani sindiramiz, deraza sindiriladi. Sal tushundingiz-a? Bitta davom etamiz. Present simple dan keyin present continuous passive ga o'tamiz. Present count deb qo'yaman, to'liq yozaman. Present continuous darak shakli egadan keyin to'g'ridan to'g'ri am
is are kelardi va fe'lga ing qo'shadi. Bu aniq nisbati edi, aniq nisbati. Endi buni majhul nisbati bu o'zgina boshqacha bo'ladi. Subject keladi, am is are keladi va endi fe'l uch kelmaydagi o'rtaga being qo'shilib, keyin fe'l uch ishlatiladi. Fe'l uch ishlatiladi. Noto'g'ri fe'l jadvalda bo'lmasa, ide ishlatiladi va buni grammatikasi xuddi mana shunaqa eslatyapti. U tomon aniq nisbati grammatika, bu tomon majhul nisbati grammatika. Endi ko'ramiz. Xo'p, men xat yozyapman. I am writing a letter. Men xat yozyapman. Demak, xat yozilyapti bo'ladi. Bu yoqqa o'tamiz. The letter. Letterga nisbatan is qo'yaman, grammatika bo'yicha being qo'yaman, yozma write or written bo'ladi. Written. Xat yozilyapti. Nega keldi? Is keldi, being keldi, fe'l uch keldi. Men xat yozyapman, xat yozilyapti. Ko'rdingmi? Yoki yana bitta gap yozamiz. Hop, he is, misol uchun, reading a book. Reading a book. U kitob o'qiyapti. Majhul nisbati kitob o'qilyapti. Demak, to'ldiruvchini qo'yamiz. The book, kitob is being keladi. Read. Read fe'l uchi ham read. The book is being read. Kitob o'qilyapti. Ana shunday. Endi present perfect ga o'tamiz buni. Sal ertaroq ko'rishimiz kerak, chunki video ko'payib ketadi. Juda nimasi minuti. Demak, present perfect darak shakli egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri aniq nisbatda have kelardi, hech yetgan bilan has kelardagi fe'l uch kelardi, noto'g'ri fe'llar jadvalda bo'lmasa ide ishlatlardi. Bu aniq nisbat grammatikasi. Endi buni majhul nisbatga o'tkazgan paytimizda subject plus yoki have hech it uchun has ishlataman. O'rtaga bitta been qo'yiladagi yana fe'l uch yoki ide bo'ladi, noto'g'ri fe'llar jadvalda bo'lmasa. Endi buni grammatikasi bunaqa bo'ladi. Sal o'zgaryapti. Demak, yozamiz. Xo'p. She misol uchun she has nima deymiz? She has fixed the car. U mashinani tuzatdi. U mashinani tuzatdi. Majhul nisbati mashina tuzatildi. Demak, majhul nisbati the car has been Xo'p, tuzatmoq fixed bo'ladi. Has been fixed. Mashina tuzatildi. Ega keldi, has keldi, been keldi, fe'l uch kelyapti. Mashina tuzatildi. Xo'p, endi present perfect continuousda majhul nisbati yo'q. Pastlarga o'tamiz. O'tgan zamonlarga o'tib ketamiz. Past simple. Past simple darak shakli egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri fe'llikka ishlatiladi, noto'g'ri fe'llar jadvali bo'lmasa, ide ishlatiladi. Aniq nisbat formulasi. Aniq nisbat formulasi. Misol uchun nima deymiz? Xo'p, xo'p, bunday deymiz. I painted deylik. I painted the room. Men xonani bo'yadim degan. I painted the room. Xonani men bo'yadim. Endi buni majhul nisbatiga shunday qaytamiz. Egadan keyin majhul nisbati yordamchi fe'l sifatida was were keladi yoki fe'l uch noto'g'ri fe'llar jadvalda bo'lmasa, ide ishlatilyapti. Eslab qoling, majhul nisbatlarning hammasi oxiri fe'l uch bilan tugayapti. Egadan keyin fe'l kelsa past simple aniq nisbati, was were fe'l uch kelsa past simple majhul nisbati bo'lyapti. Demak, men xonani bo'yadim. Majhul nisbati xona bo'yaldi. Mana bu room to'ldiruvchi egaga o'tadi. The room, roomga nisbatan was ishlataman. Was painted bo'ldi, xona bo'yaldi. Yes deb qo'yib qo'ysak bo'ladi. Faqatgina was I ga he, she, it uchun ishlatiladi. Qolgan you, we, they ko'plikka nisbatan were ishlatiladi. Esdan chiqarmaymiz. Past simple. Demak, past continuous deb yozaylik bu yerdan. Past cont deb qo'yaman. Bo'pti, continuous deylik. Past continuous. Xo'p, egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri was kelardi, were kelardagi fe'l ishlatiladi past continuousga. Bu aniq nisbati. Endi buni majhul nisbatga o'zgartgan paytimda egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri keladi, was bilan were ishlatiladi va undan keyin o'rtaga being qo'shilib fe'l uch yasilyapti, noto'g'ri fe'llar jadvali bo'lmasa, ide ishlatilyapti. Ana shunday, like this. Hozir buni bitta videoni to'xtatib, bitta rasmga olishingiz kerak, chunki ozgina doskani ko'tarishim kerak. Buni tushunyapsiz-a? Zo'r. Ko'taramiz.
Yana ko'tarsak bo'ladi. No bo'ladi zo'r. Past continuous endi ko'ramiz. Past continuousga. I was nima qiladi? I was writing a letter. Men xat yozayotgan edim. Past continuous aniq nisbatda ayotgan edi degan tarjima beradi. I was writing a letter. Men xat yozayotgan edim. Endi uni majhul nisbati gapni mana bu to'ldiruvchisi egiga o'tadi. The letter xat. Was keladi. Being keladi. Yozmoq written. Demak, the letter was being written tarjimasi xat yozilayotgan edi. Men devor bo'yayotgan edim. Devor bo'yalayotgan edi. Men bolalarni urayotgan edim. Bolalar urilayotgan edi. Like this. Shunaqa. Demak, past continuousdan keyin past perfect o'tamiz. Past perfect o'tgan tugallangan zaman darak shakli egadan keyin to'g'ridan to'g'ri aniq nisbatda had fe'l 3 keladi. Noto'g'ri fe'llar jazmasi bo'lmasa doim o'sha edi shartlarida aniq nisbati bu. Endi majhul nisbatga o'yilgan paytimizda ega keladi to'g'ridan to'g'ri had ishlataman. O'rtaga bitta been qo'shaman, yana o'sha fe'l 3, noto'g'ri fe'llar jadvali bo'lmasa, yana o'sha edi. Misol uchun I had washed the car. Washed the car. Men mashinani yuvdim. Mashina yuvildi. The car had been washed. Mashina yuvildi. Bu past perfectni passive voice. Keyingisiga o'tamiz. Endi future'ga o'tamiz. Past perfect continuous passive yo'q. Future simple. Future simple darak shakli egadan keyin to'g'ridan to'g'ri will ishlatlarida yoki shall ishlatlarida va fe'l 1 kelardi. Doimo will, shall, fe'l 1 edi. Ana aniq nisbati. Kelajakda sodir bo'ladigan ish harakat. I will, misol uchun nima qilaman? I will build a house. Men uy quraman. I will build a house. Men uy quraman. Endi majhul nisbatga o'giradigan bo'lsak, buni subject keladi, will keladi yoki shall keladi. Be va fe'l 3 noto'g'ri fe'llar jazolasa edi ishlatiladi. Bu future simple passive voice yasalishi. Men uy quraman, uy quriladi. The house demak will be built bulardan built uy quriladi. Tomorrow next year like this. Yana bitta gap yozaylik, mayli. They will hope destroy the school. Ular maktabni vayron qiladi. Ular maktabni buzib tashlaydi, vayron qiladi. Demak, maktab buzib tashlanadi. The school demak will be destroyed. Maktab buzib tashlanadi. Endi bitta oxirgi zamonimiz qoldi. Future perfect. Kelasi tugallangan zaman. Kelasi zamonda ma'lum bir vaqt oralig'igacha tugatilgan shaklda ishlatiladi. Darak shakli egadan keyin bitta will yoki shall ni qo'shaman. Have bo'lyapti. Fe'l 3 bo'ladi. Noto'g'ri fe'llar jadvali bo'lsa, yana o'sha eski hammom eski tos id qo'shilyapti. Present perfectga will qo'shib qo'ysam, future perfect bo'ladi xolos. Buni endi passive voice yasalishi, xo'p, subject plus will plus have. Yes, have. Have plus been, been o'xshamay qoldi. Been plus fe'l 3 noto'g'ri fe'llar jadvali bo'lsa, id ishlatiladi. Bu future perfectni passive voice yasalishi. Mana bu present perfect passive'ga will qo'shib qo'ysam, future perfect passive bo'lyapti. Misol uchun I will have cleaned the room. Misol uchun men xonani tozalab bo'lgan bo'laman. Future perfect tarjimasi bo'lgan bo'ladi degan tarjimani berardi. I will have cleaned the room. Men xonani tozalab bo'lgan bo'laman. Demak, xona tozalanib bo'lingan bo'ladi. The room will have been cleaned. Xona tozalanib bo'lgan bo'ladi. Yoki yana bitta gap yozamiz. He will have eaten the plow. U palovni yeb bo'lgan bo'ladi. Demak, palov yeb bo'lingan bo'ladi. The plow